Sağdaşlar yaxşımısınızlar? Dersimizni davomlashtirsak, biz oldingi saatlik darslarimizda hujjat va hujjat xoslik to'g'risida to'xtalib o'tgandik. Ana bu saatlik darsimizda bo'lsa, shibi guanlichi. Ya'ni shu kompyuterimizdagi chetlag'an qattiq diskka boshqarish haqida so'zlab o'tamiz. Ana bu shibi guanlichi deganimiz shu kompyuterimizda chetlag'an barliq qattiq diskka qattiq detal sistemasini ko'rsatadi arkadaşlar. Biz kompyuterimiz qanday qattiq detal sistemasi chetildi shuni ko'rish uchun hamda mana qilamiz. CDNAL deganga agilib mousni o'ng tarafini chekkandan keyin guanli deganni cheksak mana Jisvanchi guanli chiqdi. Buning ichidan cho'g'aytimiz qo'yaylik. Buning ichidan qaraydigan bo'lsak, bizlar ko'radigan shu guanlichi, ya'ni qattiq detal boshqarish oldin ko'rsatib beradi. Ana bu yerga qaraydigan bo'lsak, biz kompyuterimiz chetilgan barliq qattiq detallarni ko'rsatib beradi arkadaşlar. Unda mana bu kompyuterimizning ismi shu emas deb men boshlangan ismi shu kompyuterimizning ichidagi, ma'lum ichidagi tarmoqlari mana bo'ladi. Masalan, men konjichi Mesela mana bir konji markazi bir tarafli chetilibdi. Bir tarafli chetilibdi. Konjicha bir tarafli chetilibdi. Undan cho'lichi kontrollig'ich, mesela konjicha kontrollig'ich. Undan cho'lichi markazi bir tarafli. Mesela bu kontrollig'ichning ichida qanday kontrollig'ich chetildi degan ko'rmoqchi bo'lsak, mana ko'rsatib berdi, mana. Mana Intel deb mana g'alati markalarni tatib chiqarib ko'rsatib beradi. Cho'lichiga qaraydigan bo'lsak, mana ishqilimizdagi kirtest deb biz darsimizning boshlarida kompyuterimizning iqtidor ko'rsatkichini ko'rgan chog'imizdagi ko'rgan holati shu. Endi men qaraydigan bo'lsak, endi sifan chudonchi tanışı aldığımız galaksi. Mana ko'rsatib beribdi, sunchi konjichi. Yana undan boshqa dayin Julia deganimiz ham dayinchi chatgan bo'lsak, bu yozma ishlarni chiqarib ko'rsatib berdi arkadaşlar. Endi dayinchi bo'lmagan ahvolda farqi qilib bevosita yo'llab aytamiz. Yoki Microsoft'niki mana bu detalni foydalanib, biz boshqa kompyuterlarga yoki boshqa detallarga bevosita ulab yoki boshqa dayinchi simsiz dayinchilarga ulab bevosita ishlatamiz degan gap. Bundan boshqa biz ishlatayotgan ko'rik taxtasi mouse degandeklarni ularni holatda ko'rsatib chiqarib berdi. Ammo shoyi mikrofon yoki boshqa yingshonlarimizni ko'rsatib beradi. Undan boshqa ekranning kalitlari vanlo shibichi. Shiton shibi sistemlarning oldida mana ular qashinib turganliklarini ko'rsatib beradi. Endi masalan shunday ichidagi xohlagan bir masalan biz kompyuter sistema qachilab bo'lgan ekan, to'g'ri chiqmadi bu. To'g'ri chiqmay qolsa, endi birinchi qaraydigan ya bo'lsa, dam shu shibi guanlichi. Nemishqa desak, endi bu yerga banlo degan qaraymiz arkadaşlar. Buni qarasak, miyada ichib qarasak, seriq rangli undash belgisi chiqib olgan yoki undash belgisi chiqib olgan yoki savol belgisi chiqib olgan barliq turlarni kompyuter to'lmadi degan gap. Ya'ni chudonni qayta to'ntish kerak demakchi. Chudonni biz qayta to'ntimiz. Chudon jinlin deb bir hujjat bor yoki detal bor. Ya'ni o detalmish shu mana. Chudon jinlinni tushirib qochilgandan keyin bizga barliq chudonlarni tushirib to'ntib berganlar chiqadi. Bu detalniki hamda tafsilli tushuntirib o'tamayli. Faqat bu darsimizga munosabatli bo'lgan raqib ko'rib o'tib ketsak bo'ladi. Endi masalan siz kompyuteringizni Windows 10 ko'tarib bo'lgandan keyin ma'lum bir ashta bir shiba yoki qattiq detal to'lmay qolsa, bu ko'tarib bo'ldi bu Windows 10 bo'lmaydigan sistema o'xshaydi yoki o'rganmadim buni deb o'tamay, shu chudon jin orqali siz yig'insa qilib, chudon guanlidan siz bevosita qarab, shu detal qattiq detallarniki chudonsini to'ntib olsangiz bo'ldi degan gap. Endi meniki hamma chudon to'ntuqlab mana. Anjong bo'lmoqchi, ma'lumotlar chiqib turdi. Mana. Siz buni bevosita ochgandan keyin to'lmagan chudonni bevosita chiqarib beradi. Masalan, anjong qilamsa deb qancha chudon to'lmagan bo'lsa, shu chiqib beradi. Masalan, banka tor kartasi, ovoz kartasi degan mana
ko'rish chiqarsa degan kalamimizning to'liq bo'ldi, anjon qilinib bo'ldi demoqchi. O'shadan bevosita anjon qilib yoki chuydonsini to'ntib ishlasanglar bo'ladi. Endi bundan boshqa qaraydigan bo'lsak, bundan boshqa mashg'ulot bu boshqa tanlash usullari bekchiq muhim ishlatilib ketmaydi. Bu yerda men boshqa shibeg'onchilarni ko'rsatib beradigan, yoki bizning kompyuterimizga boshqa remote jihozlarni ko'rsatib beradigan degan holatlar bor. İcra bo'layotgan usullarni degandek ham bizlar shu ko'rsatib berib, aqlab qilib beraylik. Masalan, yoki bindi yonxo xozu. Yonxo deganimiz dal bizningga ham shu kompyuterimizning ismi bilan tizimlab kirgan yoki kompyuterimizning sistemasi, mashg'ulot sistemasining ismi bo'yicha elib berilayotgan hujjatlar. Shunday qurilgan hujjatlarni administrator dilfoz deb mana holatini ko'rsatib beradi. Mavda bizlar so'zlayotgan shibeg'on debchi. Yana asli qaraydigan bo'lsak, Sunchuning ichida, ya'ni miyada silpangonli ishi. Miyani qo'shib olsaqmi bo'ldi, yoki miyada olsaqmi bo'ldi. Mana yo'q miyada olsaqmi bo'ldi. Endi bu nima deganda kompyuterimizga barliq sirtqi saqlashlarni ko'rsatib berdi. Biz kompyuterimizning yengpas qancha deganini bilmash uchun, savoldoshlar, bilish uchun biz hamda silyanda kirib, buni ichiga masalan, hozir 1-2 yoki 2-3 ayrılgan bo'lsa-ku, yengpan hamda asalni sanab bilalaymiz, mana qo'shib, mana deganda chiqarsak bo'ladi. Agar bizningga yengpanimiz 1 tiylik yengpan bo'lib qolsa, yoki 500 GB yengpan bo'lib qolsa, uni biz 5-6 ta, balkim ba'zida 7 8 degandek manda to'lay bo'lib qolsak, masalan, shunda rayonlar ayrilgan bo'lib qolsa, uni hammani qo'shib yurish nayda bir avarchilik. Shuna bevosita silpangonlikni olsaqlab, miyada jami yengpan qattiq detalmanch jiddi mana 111 GB, buning ichidagi sipan 70 GB, ipan 21 GB, F-pan bo'lsa 20.179 GB deb mana ko'rsatib beradi. Endi masalan bizningki endi ishlatayotgan chog'imizda xalon bir pan yoki shu xalon bir diska ayrilgan diska yoki pan yoki F-pan degandek qo'sh desak ichilmaydigan yoki durang bir uftoy chiqib olgan, uni bosgandan keyin yana qayta chiqib andan keyin ta'sida ichirilgan yoki mousening silgisi cho'ylab turadigan mana berib qolgan bo'lsa, men kirib qarasak, bu yerda sho'ng'atda yanha mana altın ayaq ishlayotdi degani ko'rsatib beradi. Bu yerda endi Xo'y degan manaqa buzilgan yoki mana masal chiqqan, cho'vinti degan xatlar chiqib qolsa, demakki, shu pan virusinib ketdi yoki mana masal chiqdi degan ifodalab berdi degan gap. Endi men qaraydigan bo'lsak, endi mana ishlatilgan holatda mana qaraydigan bo'lsak, endi jufunchi. Yana jufunchi deganimiz başlayın merkezi rayon demekçi. Merkezi rayon da sistem rayonu deymiz, merkezi rayon deymiz. Əmdən konjanfançı, kengaytirilgan rayon. K'nın konjan, ishtekini bo'ldigan bo'shliq. O'sha churonchi mashkisi dalim shu demekçi. Ondan boshqa ma'lumotlarni bekchiq ishlatilib ketmaydi. Biz burun so'zlab bo'lgan mashg'ulotlar hamisi sazon ocharkandan mavjud deganlarimiz biz boshqa shirjin so'z degan chog'imizda so'zlab bo'lgan mashg'ulotlar. Bu faqat shu ko'znakdan bizning bilib olganimiz bo'lsa, shibeg'onchi bilan silpangonlik. Shunani yaxshiroq bilib olsak bo'ladi.